Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, Minbar Tok shousining yangi soni efirda. Bugun ham jiddiy mavzuda gaplashamiz. Jamoat transportini rivojlantirish, Toshkent tajribasi va istiqboldagi loyihalar haqida. Albatta, bu borada sizga fikrlarni berish uchun studiyamizda soha ekspertlari bor. Assalomu alaykum. Barchangizni ko'rganimizdan xursandmiz. Jamoat transporti odamlar uchun arzon, xavfsiz transport vositasi. Bu jahon tajribasidan ham ma'lum. Ayniqsa, transport yo'llarida tirbandliklar oshib borayotgan hozirgi davrda jamoat transportidan foydalanish ancha samarali hisoblanadi. Ya'ni bunday turdagi vositalar sonini nafaqat Toshkent shahri, balki yurtimizning barcha hududlarida ko'paytirishga, ushbu xizmat turini rivojlantirishga zarurat bor. Bugun poytaxtimizda boshqa mamlakatlardan olib kelingan yangi rusumdagi avtobuslar, elektrobuslar harakatlanib, aholining uzog'ini yaqinlashtirmoqda. Ammo oramizda bu qulaylik va sharoitlarning qadriga yetmaydiganlar ham topiladi. Bu haqda dastur davomida to'xtalib o'tamiz. Va albatta dastlabki savolimiz: jamoat transportini rivojlantirish maqsadida qanday ishlar amalga oshirilyapti? Albatta, jamoat transportini rivojlantirish ilmiy asoslangan holda hududlarda, barcha hududlarni, Toshkent shahri va hududlarda avvalo jamoat transporti va uning infratuzilmasini rivojlantirish bosh rejalarini ishlab chiqishdan boshlanyapti. Bunga alohida to'xtalib o'tamiz. Bosh rejalar ishlab chiqilganda, bosh rejalarda tarkibida albatta hududlardagi yangi jamoat transporti yo'nalishlarini tashkil etilmoqda. Mana endi keyingi qilinayotgan ish yangi rusumdagi yo'lovchilar uchun qulayliklarga ega bo'lgan avtobuslar olib kelinyapti. Yangi avtobuslarni boshqarish uchun albatta haydovchilarda yangi malaka, ko'nikmalar talab etiladi va bu haydovchilarning malakasini oshirish bo'yicha ish olib borilmoqda. Albatta, har bitta sohani raqamlashtirishsiz bugungi kunda tasavvur qilib bo'lmaydi. Transport sohasini raqamlashtirish bo'yicha, uni litsenziyalashdan, tenderlar o'tkazishdan, hatto yo'lovchilarni mana yo'l kiralarni to'lashigacha bajarilayotgan qatnovlarni hisobga olish, ularni sifat va hajm ko'rsatkichlarini baholash bo'yicha ham raqamlashtirish bo'yicha ishlar ketmoqda. 2022-yilda oladigan bo'lsak, Toshkent shahriga o'rtacha 800 ta avtobus bir kunda harakatlangan bo'lsa, o'sha Toshkent shahar aholisi va mehmonlarga xizmat ko'rsatgan bo'lsa, hozirda 2023-yilda mana 1000 ta avtobus olib kelinishi bilan hozirda 1566 ta avtobus hozirda bir kunda yo'lovchilarga xizmat ko'rsatmoqda. Hamda yana brutto shartnoma tizimiga ham alohida to'xtalib o'tishimiz kerak. Bu 2023-yildan boshlab o'sha yil yakuniga qadar barcha ushbu avtobuslar brutto shartnoma tizimiga o'tkazildi. Brutto shartnoma tizimi o'sha tashuvchilarga ko'rsatilgan hajm va sifat ko'rsatkichlari bo'yicha pul to'lanishidir. Hamda yana bitta katta islohot bu elektron to'lovlarni rag'batlantiruvchi tariflar joriy etilganligi. 2023-yilda joriy etilgan ushbu almashish tariflari, misol uchun aytadigan bo'lsak, o'sha Toshkent shahrining bir nuqtasidan ikkinchi nuqtasiga bitta jamoat transportida yetib olish imkoniyati cheklangan. Ya'ni odamlar, biz peresadka deymiz, odamlar metrodan avtobusga, avtobusdan metroga yoki boshqa bir avtobus liniyaga o'tishlariga to'g'ri keladi. Ushbu vaziyatda yo'lovchilarimizga qulaylik yaratish maqsadida ularga transport kartadan foydalangan holda 1 soat davomida almashish tariflari joriy etildi. Ya'ni birinchi avtobus o'sha 1700 so'm hozirda, ikkinchi avtobus 700 so'm, ya'ni uchinchi avtobus bepul. 1 soat davomida, ya'ni 2400 so'm evaziga o'sha cheklanmagan qatnovni amalga oshirib o'z manzillariga yetib olish imkoniyati yaratildi. Hamda juda ham katta bir islohot jamoat transportidagi 2025-yil boshidan avtobuslar salonida naqd pul ko'rinishidagi to'lovlar cheklandi. Ushbu islohot natijalariga qaraydigan bo'lsak, ya'ni uni o'tgan yilning shu davriga, birinchi chorakka solishtiradigan bo'lsak, yo'lovchilar oqimi 32% ga, yo'l kira haqidan tushumlar 23% ga, hamda eng asosiysi o'sha haydovchilarimiz tomonidan qilinadigan qoidabuzarliklar, o'sha masalan qizil svetoforda o'tib ketish, yo tezlikni oshirish, avtobus bekatlarida to'xtab qolish kabi qoidabuzarliklar 4 barobarga qisqargan. Bu juda ham katta natija hamda yo'lovchilarimizga biz sifatli xizmat ko'rsatishimizni belgilab beradigan yana bir mezon bu ularning xavfsizligi. Ushbu naqd puldan voz kechilgandan keyin eng katta natijamizdan biri
yo'l transport hodisalari 35% ga qisqarganligini ko'rishimiz mumkin. Haqiqatda boshida insonlarni noroziliklariga va yil yakunida esa ularni yaxshi kayfiyatiga sababchi bo'lgan shu elektron to'lov vositalari haqida gaplashmoqchimiz. Chunki insonlar bugungi kunda mana shu to'lovlarni amalga oshirmasdan ham avtobusdan tushib ketayotgan holatlari bo'layapti. Ularni nazorati qanday bo'layapti? Infokioskalar orqali QR kodli chipta olgan holda to'lov tizimini amalga oshirishi tushuntirishlar berildi. 3 oy boshlanishida 3 oy davomida hozirgi kunda o'sha o'tgan oy aprel-may oylari davomida chiptasiz yurgan, ya'ni chiptasiz demaymiz, elektron to'lov tizimlarini amalga oshirmagan yo'lovchilar huquqbuzarligi bo'yicha aniqlangan. Ularga albatta belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni 144-144-moddalari asosida ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Bularga bazaviy hisoblash miqdorining 10dan 1 qismida o'z javobgarlik belgilangan. Albatta biz yo'lovchilarimizni birinchi navbatda javobgarlikka yoki jarimaga tortishimiz emas maqsad o'sha jamoat transportimiz jozibadorligini oshirishda, o'sha harakat xavfsizligini ta'minlashda, yo'l transport hodisalarini oldini olishga qaratilgan o'sha tizimimizni to'liq tatbiq qilgan holda ish jarayonini davom ettirish. Qanday aniqlanyapti? Noqonuniy, ya'ni o'sha to'lov tizimlarini amalga oshirmagan yo'lovchilarni o'sha davlat muassasasi xodimlari bilan transport nazorat inspeksiyasi inspektorlari tomonidan avtostansiyalarda, avtobekatlarda, avtobusning ichida, kirish tushish joylarida, oxirgi to'xtash bekatlarida inspektorlarimiz va nazoratchilarimiz tomonidan nazorat tadbirlari, tadbirlar olib borilganda o'sha to'lamasdan harakatlanayotgan yo'lovchilar, huquqbuzarlar deymiz, aniqlanganda ularga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, tegishli tartibda choralar ko'rilmoqda. Shu o'rinda barchangizni e'tiboringizni monitorga qaratamiz. Monitorda lavhamiz bor. So'ngra fikrlarda davom etamiz. Marhamat. yil 1-yanvardan elektron to'lov tizimiga o'tganimiz munosabati bilan avtobuslarda to'lovni amalga oshirmayotgan yo'lovchilarga yanvar-fevral oylari davomida ogohlantirish targ'ibotlarini amalga oshirdik. 14-mart kunidan chiptasiz yurgan yo'lovchilarga ma'muriy kodeksning 144-moddasiga asosan choralar ko'rilmoqda. Barcha yo'lovchilar avtobuslarda to'lovlarni amalga oshirishlarini so'rab qolamiz. Yo'lovchilarni pul to'lamasdan tushib ketgan holatlarni ko'rdingizmi? Ko'p holat bo'ldi. Qachon amakilar ham chiqishadi, kartasi pul qolmagan bo'lsa tushib ketaverishadi. Kichkina bolalarda bir xillarda karta bo'lmaydi, tushib ketaveradi ular ham. Shunaqa holatlar bo'ldi, qizmasdan tushib ketishadi ham. Gavjum paytda, tirbandlik paytida misol biz karta urib tushishimiz kerak, biz uramiz, lekin orasida kimdir o'tib ketib qoladi. Lekin biz ko'rmasak ham tepadagi yaratgan ko'rib turibdi-ku hammasini, yoki kamera nazorati bor, boshqa odamlar bor, sal uyatish ham kerakda. Xizmatdan foydalangandan keyin to'lovni qilish kerak. Qilayotgan to'lovimiz ertaga misol shu avtobuslarni o'rindig'ini yoki bir yana qanaqadir bir qulayligini shakllantirish uchun o'zimizga qaytib keladi. Bugungi kunda haydovchilik endi bu xizmat ko'rsatish darajasiga chiqdi. Bu xizmat ko'rsatish qanaqa professional xizmat ko'rsatish, ya'ni aholini xavfsiz bir joydan ikkinchi joyga, manzilga yetkazib qo'yish mas'uliyatini haydovchilarimiz oldi. Oldingidagi quvalashib yurishlar yo'q. Sabab endi uni aholimiz ham to'g'ri tushunishi kerak. Sababi mana shu har bitta to'lanayotgan pullarimiz davlatimizning byudjetiga borib tushishini va bu byudjet orqali bizni o'zimizga qaytishini hammamiz tushunishimiz kerak. Bugungi kunda poytaxt tajribasi o'zini oqladi va insonlarning kayfiyatini ko'taryapti. Viloyatlarga amaliyotga tatbiq etilish jarayonlari bormi? Marhamat. Bu tizimni qolgan hududlarimizga ham tatbiq etish rejalarimizda bor. Bugungi kunda bu bo'yicha Transport vazirligi Toshkent shahriga tatbiq etilgan ushbu tajribani eng yaxshi tomonlarini o'rganib boryapmiz. Yo'l qo'yilgan ba'zi boshlanishidagi
aholini kayfiyatiga boshqacha ta'sir ko'rsatgan omillardan Bartaraf ketish va bartaraf etish va hududga eng yaxshi holatda tatbiq etish bo'yicha tahlillar olib borilmoqda. Albatta, Vazirlar Mahkamasining tegishli qaror loyihasi ishlab chiqilib, nasib qilsa, keyingi yildan hududlarga ham ushbu tajribani joriy etish maqsadimiz bor. Hozir fikrlarda lavhada shunday bo'ldiki, bolalar va yoshi katta insonlar pul to'lamasdan tushib ketayotganliklarini ko'rdik degan fikrlar bo'ldi-da. O'zi kimlar imtiyozlarga ega? Ya'ni avvallari bilardik 7 yoshgacha bo'lgan bolalarga pul to'lanmasdi-da avtobuslarda. Hozir qanday? Yoshi katta insonlar, nafaqadagi insonlarmi yoki haqiqatda o'sha yosh chegaralari belgilanganmi? Umuman imtiyoz guruhlariga kimlar kiradi? O'zbekiston Respublikasining jamoat transportidan bepul foydalanishni tartibga solish to'g'risidagi qonuniga binoan amalga oshiriladi. Bu yerda Ulug' Vatan urushi qatnashchilari, Ulug' Vatan urushi qatnashchilariga tenglashtirilganlar, ko'zi ojiz, nogironligi bo'lgan shaxslar, Afg'oniston urushida qatnashganlar, Chernobil fojiasi va shu kabi 7 ta toifa bor. Bugungi kunda Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan qo'llab-quvvatlashga muhtoj bo'lgan insonlar ham bu toifaga kiritilgan. Shuningdek, 7 yoshgacha bo'lgan yo'lovchilar shahar yo'lovchilar transportidan bepul foydalanadi. Transport vazirligi tomonidan ijtimoiy shu bepul foydalanuvchilar uchun kartalar joriy qilingan. Avval ijtimoiy huquqqa ega bo'lgan fuqaroni bundan foydalanish ozgina muammo edi. Qanday? Avval fuqaroni rasmiy yopishtirilgan guvohnoma berilardi, u guvohnomasini haydovchiga ko'rsatib tushib ketar edi. Ayrim, endi kamchiliksiz bo'lmaydi. Ayrim holatlarda haydovchilar tomonidan guvohnomang o'tmaydi, menga pul to'la degan mazmunda holatlar bo'lardi. Bularning noroziligiga sabab bo'lardi. Bugungi kunda juda yaxshi ish amalga oshirilgan. Vazirligimiz tomonidan fuqarolarga karta berilgan, elektron karta. U kartada yo'lovchini qanday asosga ko'ra huquqqa egaligi ham bilinmaydi. Ya'ni u ko'zi ojiz, nogironmi yoki afg'on qatnashchisimi yoki boshqami, u ichida puli bo'lmaydi. Maxsus karta validatorga urilganda xuddi pul yechilgandek ovoz chiqaradi, pul to'lagandek, ya'ni yo'lovchi transportidan foydalanganligini bildiruvchi kartani urib tushib ketaveradi. Uni davlat tomonidan hisobga olinadi ham. Uni kim beradi va qayerga murojaat qilishadi odam? Buning uchun MyGov orqali fuqarolarimiz ariza jo'natadi Transport vazirligiga. Vazirlik integratsiya qilgan Mudofaa vazirligi, Ijtimoiy himoya vazirligi bilan agar shu fuqaroni shu huquqni olishga, jamoat transportidan bepul foydalanishga huquqi bo'lsa, tegishli reyestrlarda bo'lsa, integratsiya qilingan, bu fuqaroning nomiga karta rasmiylashtiriladi, bepul, fuqaroni uyigacha eltib berish bepul. Shunday yo'lga qo'yilgan. Hech qanaqa biror joyga borib yurmaydi, uyigacha pochta xizmati ham biz tomonimizdan to'lanadi, yetkazib beriladi. Hozir endi keyingi bosqichda raqamlashtirish bo'yicha mutaxassislar ham o'tiribdi. Bizni bu kartamizdan ham ketib, Ijtimoiy himoya agentligining yagona ijtimoiy kartasiga bu funksiyani o'tkazib qo'yish rejalarimizda bor. Bu yagona ijtimoiy kartasidan har qanday yordam pullarini boshqalarni olgandek jamoat transportidan ham bepul foydalanish imkoniyati bo'ladi. Endi bepuldan tashqari yana 50% va boshqa imtiyozlarimiz bor. Shahar yo'lovchilar transportidan foydalanganda maktab o'quvchilari, yoshi katta nafaqadagi fuqarolar va talabalar uchun bu haqda Toshkent shahar boshqarmasi xodimidan eshitsak to'g'ri bo'ladi. Elektron to'lovlarni rag'batlantiruvchi ushbu tariflar joriy etilishi bilan hamda o'sha Toshkent shahar hokimining 666-sonli qaroriga asosan imtiyozli kartalar tarifi joriy etilgan. Ushbu imtiyozli kartalarimizga o'quvchi, talaba hamda nafaqa kartalariga kiradi. Ushbu kartalardan yo'lovchilarimiz tomonidan 1 kunlik, 5 kunlik, 7, 10, 15 20 hamda 1 oylik, 3 oylik, 6 oylik, 1 yillik tariflar, ya'ni 10 ta muddatga belgilangan tariflar joriy etilgan. Ushbu tariflarni 50% chegirma asosida xarid qilish imkoniyati yaratilgan. Hamda boya ta'kidlanganda almashish tariflari. Ushbu almashish tariflari ham masalan ertalab ishga yoki o'qishga boradigan yo'lovchilarimizga juda ham qo'l kelmoqda. Hozirda o'sha yo'lovchilarimiz tomonidan almashish tariflaridan foydalangan holda har oyda 1,5 milliard so'm
o'rtacha mablag' tejalmoqda. Umuman olganda bugungi kunda jamoat transporti yaxshilanyapti. Aholiga chiroyli xizmat ko'rsatish uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Infratuzilma shunga yarasha har bitta talabga javob beradigan darajada taklif etilyapti va haydovchilarni o'sha elektrobuslarni haydash uchun malakalari oshirilyapti degan fikrlar bo'layapti. Umuman olganda haydovchilarning madaniyati qay darajada degan savolni bermoqchiman, chunki haydovchilar kerak bo'lsa qo'pol insonlar bilan munosabatga borayotganlarni ham guvohi bo'layapmiz. Salonda yaqinda o'sha tamaki mahsulotini iste'mol qilayotgan, ya'ni sigareta tutatayotgan haydovchini o'z ko'zim bilan ko'rdim va fuqarolarni, yosh bolali onalarni haqli e'tiroziga sabab bo'lganda ham u inson tashlab yubormadilar. Aynan o'sha yerda biz ham bor edik. Haydovchilarning madaniyati haqida ham fikrlaringizni bilmoqchimiz, marhamat. Albatta bu guruch ko'rmaksiz bo'lmaydi degandek, ba'zi bir haydovchilarimiz ham qancha tushuntirish ishlari olib borishga qaramasdan qancha ular bilan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar olib boriladi. Hattoki murojaatlar orqali haydovchilarimiz to'planib ularga mana shu jazolanish nimalarigacha olib borilyapti. Chunki har bitta fuqarolarimizni murojaatlari 1062 qisqa raqamli telefon orqali bizlarga kelib tushadi va aniqlangan haydovchilarni mana shu ism familiyalari aniq bo'lgandagina ularning mana shu qaysi jamoat transporti boshqarayotganligi va qaysi vaqtda qanday vaziyat bo'lishiga qarab aniq lo'nda mana shunday murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, albatta ular jazosiz qolmaydi. Mana hammamizga ma'lumki 2023-yilda mana shu Toshkent shahriga 1000 ta avtobus olib kelingan bo'lsa, haydovchilarimizni mana shu avtobuslarga nima qilish maqsadida viloyatlardan haydovchilarni chaqirishga majbur bo'ldik va mana shu haydovchilarimiz bilan ularni toki mana shu Toshkent shahridagi aholiga xizmat qilish uchun bu yerdagi odob axloq qoidalariga, mana shu madaniyatiga ularni o'rgatguncha har doim turli tadbirlar amalga oshirilyapti. Hatto har shanba kuni haydovchilar bilan tushuntirish ishlari olib borilyapti. Mana shunga qaramasdan baribir boya siz aytib o'tgandek haydovchilarimiz orasida mana shu qo'pollik bilan muomala qiladigan yoki bo'lmasa yo'lovchilarni mana shu yaqin qolganda avtobus eshiklarini yopib ketish holatlari, bular ham albatta mana shu kuzatuv kameralar orqali kuzatilib ularga tegishli choralar ko'rilyapti. Brutto shartnomasi asosida ishlayapti haydovchilarimiz. Bu shartnoma asosida masalan har bitta bekatda to'xtab o'tish kerak. Mumkin emas joyda to'xtaydigan bo'lsa yoki mana shu tamaki mahsulotlari yoki bo'lmasa telefondan foydalangan paytda mana shu kamera orqali kuzatiladi va aynan aniqlangan har bitta haydovchi o'ziga yarasha tegishli chorasini ko'riladi va ularning maoshidan mana shu qilgan har bitta kamchiliklari uchun ushlab qolinadi. Endi yana bitta narsani ta'kidlab o'tishimiz kerakki, albatta mana shu jamoat transportidan foydalanishda nafaqat bu yerda haydovchilarimizning madaniyati, balki foydalanayotgan yo'lovchilarimiz ham madaniyatiga bir alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Qarshi ikki qo'ldan. Demak, shunday bir holatlar bo'ladiki, ertalab top-toza chiqqan avtobuslarimiz kechqurunga qarab har bitta mana shu o'tiradigan nimalarni tagidagi suv idishlari yoki bo'lmasa sarafan paketlari har xil mahsulotlarning chiqindilarini tashlab ketishadi. Mana shu ham yoki bo'lmasa chizib ketish yoki pardalariga har xil shikastlar yetkazish holatlari bo'ladi. Albatta avtobuslarda kirish birinchi eshikdan, tushish ikkinchi va uchinchi eshikdan deb strelka nimasida ko'rinishlar qilinyapti. Mana shu monitorlar orqali bular doimiy ravishda e'lon qilib borilyapti, lekin xalqimiz shunga amal qilyaptimi degan bir savolni o'rtaga tashlashimiz kerak. Yana bitta narsa, mana shu yangi olib kelingan avtobuslarimiz barchasida mana yurtimizda, mana shu shahrimizda nogironligi bor shaxslarimiz bor. Ularga to'siqsiz harakat ta'minlash maqsadida mana pondusli avtobuslarimiz bor. Ularni mana shu alohida o'tiradigan mana shu o'rindiqlarning rangini o'zgachaligi yoki bo'lmasa har bitta o'rindiqning yonida ularni kim o'tirish kerak bo'lsa hamma nimalari rasmlar orqali ko'rsatilgan va mana shu monitorlarda ko'zi ojizlar uchun yoki bo'lmasa qulog'i eshitmaydiganlar uchun o'qish va eshitish nimasidagi bekatlarni nima qilib ketadigan, e'lon qilib ketadigan monitorlarimiz doimiy ravishda ishlab turibdi. Biz albatta bundan o'z vaqtida o'rinli foydalanishimiz kerak deb o'ylayman. Hozirda Toshkent shahridagi bekatlar soni nechta va infokiosklar o'sha biletlarni, ya'ni chiptalarni sotib olish uchun yetarlimi degan savolni ham bermoqchimiz va agarda bu viloyatlar miqyosiga tatbiq etiladigan bo'lsa bu jarayon, qanchalik tayyormiz
va qachondan tatbiq etilish rejalashtirilgan? 2025-yil Toshkent shahar transport boshqarmasi tomonidan Toshkent shahridagi avtobus oraliq bekatlari xatlovda o'tkazilgan. Toshkent viloyatidan Toshkent shahriga o'tgan hududlar bilan qo'shgan holda 2685 ta bekat o'sha yo'lovchilarimizga hozirda xizmat ko'rsatmoqda. 2685 ta bekatlar hamda bekatlar atrofiga o'rnatilgan infokiosklar hamda maxsus o'sha Paynet joy shoxobchalari soni 7000 dan ortiq. Yana bir narsani ta'kidlash kerak. Hozirda mana bu yanvar-fevral oylarida yo'lovchilarimiz tomonidan o'rganishda juda ham ko'pchilik elektron to'lovlardan hozir foydalanmoqda. Hozirda 0.4-0.5% tashkil etmoqda. Umumiy hisobdagi yo'lovchi oqimidagi o'sha bir martalik kvarchipta orqali, ya'ni infokioskdan bir martalik kvarchipta xarid qilib qatnovda amalga oshirayotgan yo'lovchilarimiz soni 0.4 yo 0.5% tashkil etmoqda. Bu juda ham mana 7000 tadan ortiq o'sha bir martalik kvarchipta olish imkoniyati yaratilgan joylardan agar soniga chaqadigan bo'lsak 500 ta 600 ta yo'lovchi foydalanmoqda. Hamda Toshkent shahar o'sha jamoat transportidagi o'sha elektron to'lovlarda yaratilgan imkoniyatlar butun dunyo tajribasini olgan holda bizda juda ham qulay qilib yaratilgan. Butun dunyo bo'yicha yoki faqatgina o'zining transportning kartasi yoki qaysi birdir bank kartasi orqali to'lovga imkoniyat yaratilgan. Toshkent shahrida hamda mana respublikamizdagi jamoat transportida mana transport kartasi, Uzcard, Humo, Visa, Mastercard, UnionPay hamda o'sha telefon orqali maxsus ilovalar orqali to'lovlarni amalga oshirish imkoniyati yaratilgan. Hammamiz ham jamoat transportidan foydalanamiz va sizni xursand qiladigan va sizni dilingizni xira qiladigan qanday voqealar, vaziyatlar bo'ladi? Shular haqida bilmoqchimiz, marhamat. Shahar jamoat transportida xizmat ko'rsatayotgan Tosh shahar trans xizmat xodimlari, haydovchilari, umuman jamoasiga minnatdorchilik bildirishim shart deb o'ylayman. Bu yangi tizimga to'lashning elektron tizimiga o'tganning qator ijobiy tomonlarini ta'kidlab o'tmoqchiman. Avvalambor bu haydovchi, bu o'sha tizimda boshqaruvchi hisoblanadi. Biz uni juda katta mas'uliyatdan ozod qildik. U nazorat qilish, to'lovni nazorat qilish tizimidan ozod qildik vazifasidan. Endi uni bemalol xavfsiz tashishga javobgarligi bajarishning imkoni yaratildi-da. U chalg'imaydi. Bu birinchidan bo'lsa, ikkinchi tomoni Toshkent shahar avtomobil yo'llarida, shahar ko'chalarida avtobus uchun alohida tasmani ajratilgani bo'ldi. Bu albatta o'zi tashishdan maqsad A va B nuqtalar orasida xavfsiz yetkazib berish. Yuknimi, yo'lovchinimi va hokazo. Endi biz yo'lovchilar to'g'risida gaplashayotgan ekanmiz. Demak, xavfsiz tashishga imkoni bor hozirgi kunda. Bu juda ham katta ijobiy tomoni. Tadqiqotchilarimiz uchun juda katta imkon yaratildi. Biz buni yana bir marta ta'kidlab aytib o'taman. Bir paytlar biz jamoat transportini o'rganishda nihoyatda katta mablag'lar hisobiga, budjet mablag'larining hisobiga oqim o'rganardik. Bugungi kunda biz elektron tizimdan bemalol foydalanib ham tezkor natijaga erishish imkoni yaratildi deb o'ylayman. Kechki 11-12 gacha jamoat transportlarini faoliyat yuritishi talabalar uchun juda ham manfaatli bo'ldi. Chunki talabalarimiz orasida bor kunduzi o'qib, kechda ishlaydigan talabalar bor. Kechda ishdan chiqib esa onlayn taksi qilib uch joyga boradigan bo'lsa qimmatga tushib ketadi. Jamoat transporti esa juda ham arzon. Endi jamoat transportiga noqulaylik, jamoat transportiga yo'lovchilar va haydovchi tomonidan madaniyatsizlik. Mana shuni oldini olish uchun qandaydir targ'ibot ishlarini kuchaytirishimiz, challengelar o'tkazsak bo'ladi. Ya'ni jamoat transportdan foydalanish tartibini ko'rsatib bersak va mana shu challengeda faol ishtirok etgan aholini qisman rag'batlantirish. Shu taklifni bergan bo'lardim. Qachondan boshlaymiz challenge-ni?
bugundan boshlasak bo'ladi. Bugundan boshlasak bo'ladi. Haqiqatda siz o'zingizni madaniyatli yo'lovchi deb hisoblaysizmi? Kattalarga joy berasizmi degan savolni bermoqchiman. Chunki talabalar orasida shunday fikrlar ham bor. O'tirishadi, kitoblarni varaqlab, bilmadim endi dars qilishadimi u yerda, nima bilan band bo'ladilar, lekin kattalarni ko'rmay qoladigan joylari ham bo'ladi-da. O'zim jamoat transportga chiqqanimda avval kattalarga joy beraman. Umuman odam kam bo'lgan holatlarda men o'tiraman, bo'lmasam tikka turish menga qulay. Ilgarigi paytda ota bobolarimiz, bizni oilalarimiz hech qachon bunaqa narsalarni nima qilmagan, lekin hozirgi yoshlar bularni qadriga yetmayapti. Shuncha imkoniyat yaratilgan bilan yana deydigan bo'ldi. Undan tashqari yana bitta chiroyli narsa borki, transportga chiqqanimizda, ya'ni shu avtobusga chiqqanda bizni bitta yodlab olgan narsamiz bor. Mana ustoz o'tiribdilar, biladilar. Yoshlar joy bermaydi deyuramiz. Yoshlar deyuramiz. Nima uchun o'sha yoshlarga yo'l ko'rsatadigan o'zimizni aybni o'zimizdan qidirmaymiz? Men shunday deb bilaman. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Qaysi ota-ona hozir avtobusga chiqqaningda bolajonim, siz katta odamga joy beryapsizmi deb so'rayapmiz. Aytinglar shuni. Hech qanaqangi bunda nima bo'lmaydi, javob bo'lmaydi. Chunki hech qaysimiz aytmaymiz. Kamdan kam masalada agar misoldan aytib qolmasak, bo'lmasam o'tirib olgan, xo'pmi, bolam yana tikka turib ketma, oyog'ing og'rib qoladi deymiz. Buni to'g'risini aytishimiz kerak. Ana nimaga to'garakka boradimi, futbolga boradimi, nevaralarimizga shuna deymiz u. Ilgarigi paytda bizga qanaqangi tarbiya berilgan? Nima uchun biz yoshlarda hadeb aybdor qilaveramiz? Yoshlar javob bermaydi. Albatta biz gapirmaganimizdan keyin quloqchinini taqib oladi-da, naushnikni taqatda nimani ko'rsa ko'rib konsertini eshitib ketyapti hozir bolalar. Undan tashqari biz hozirgina mana singlim juda to'g'ri gap gapirdilar. Avtobuslardagi bizga qilingan imkoniyatlarga biz talabga javob beradigan darajada emasmiz. O'zimiz. Chunki nima uchun erta biz pista chaqirishimiz kerak? Nimaga biz suv ichadigan bo'lsak, uni suvni bu yerga tashab ketishimiz kerak? Bu narsalarni hammasini bizga o'rgatganmi? Bu narsalar hammasi tadbir, juda chiroyli tadbirlarni o'tkazib, har bitta institutda, uydan tashqari, oiladan tashqari, har bitta institutda mana shu transportning madaniyati, insoniyat dunyoga kelibdiki, madaniyat bo'ladi. Madaniyat yo'q inson bu yashamagan hisoblanadi. Bu muomala madaniyati, o'qish madaniyati, gaplashish madaniyati, ko'pchilikning ichida o'zini tutish madaniyati. Biz mana shu madaniyatlarni o'rgatyapmizmi? Bu narsalarda tadbir sifatida albatta mana shu mutaxassislar, sizlar institutlar bilan men o'ylayman, yana men aqllilik qilayotganim yo'q. Institutlar bilan kelishilgan holda shu tadbirlarni biz ko'paytirishimiz kerak. O'zlarini tutishi, bolalarni. Ilgarigi paytda misoldan avtobusga chiqadigan bo'lsak, meni g'ashimga tegadigan ko'p narsa bo'lardi. Ana bilet sotadigan yigitlar og'zidan bodi kirib shoda chiqardi. Bironta inson indamagan. O'g'lim yoki uka, siz ko'pchilikda ichida turibsiz demagan biz. Mana shunday bo'lgan. Hozirgi paytda avtobusga chiqsak, bitta shofyor o'tiribdi. Chiroyli kiyingan, milliy kiyingan, ayniqsa mana bu nimada milliy liboslarimiz har juma kuni bilasizlar, o'shanda shunaqangi chiroyli do'ppilar bilan o'tirishadi. Odam shunday ko'rib ko'nglingiz yashnaydi. Shunday ekan, bu transport xodimlariga biz o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirib, biz bularga ko'proq yordam berishimiz kerak deb o'ylayman. Konditsioner tizimlarida muammolar kelib chiqyapti. Shu bo'yicha mutaxassislardan bir aniq yechimni so'ramoqchi edim. Misol uchun issiq vazmada hamma transportlarda ham yo'q konditsioner, lekin bor transportlarda soat nechidan nechagacha yoqilishi va harorat qancha bo'lganda yoqilishi haqida bir ma'lumot so'ramoqchi edim. Aynan nechidan nechigacha transport vositalari harakatlanishi kerak, avtobuslar va hozir mana talabamiz aytganlaridek, qaysi paytda o'sha konditsionerlar ishlaydi? Uni belgilangan vaqti bo'ladimi yoki o'sha ishlayotgan paytida kun isib ketganda va kun sovib ketganda bevosita harakatlanish kerakmi? Faoliyati davom etishi kerakmi? Marhamat. Yo'nalishlarda ish tartibi bu har bir aniq bir yo'nalish uchun yo'lovchi oqimini o'rganish natijasida yo'lovchi oqimidan kelib chiqib belgilanadi. Qaysidir yo'nalish bor, shaharga atrofdan kirib keladi, bu yerda yo'lovchi oqimi ertaroq boshlanadi. Yoki qaysidir yo'nalish bor, aytaylik, bozor bilan, masalan, oziq-ovqat bozorlari bilan bog'liq yo'nalishlarda ham ertaroq boshlanadi. Qaysidir yo'nalishlar bor, faqat aytaylik, davlat korxonalarini ishlaydigan katta yirik korxonalar yoki yirik o'quv joylari bilan bog'liq yo'nalishlarda sal kechroq boshlanadi. Shunga qarab qilingan, masalan, Toshkent shahridagi yo'nalishlarda
5 bo'lmasdan boshlanadigan yo'nalishlarimiz bor. Aksariyati 5, lekin ayrim yo'nalishlar 5,5, 6 dan ham boshlanadi. Tugash vaqti ham shunga qarab, yo'lovchilar oqimi kechroq bo'ladigan yo'nalishlarda kechroq tugaydi. Ayrim yo'nalishlarda, masalan, bitta mahallaga bog'lab qo'yilgan yo'nalishlar, shu mahallaning odami aytaylik 9 gacha kirib ketadi, u yerda unaqa katta yo'lovchi oqimi yo'q, bu ertaroq tugatadi. Bu yo'nalishda ish vaqti bo'yicha. Endi konditsionerlar bo'yicha yaqinda shu ijtimoiy tarmoqlarda ham bu narsa bo'ldi. Bunga Toshshahar Tranxizmat o'zini munosabatini bildirdi. Harorat 26 gradusdan oshgandan keyin konditsionerlarni ishlatish. Bu konditsionerni ishlatish vaqtga emas, aytaylik, o'sha avtobusdagi yoki tashqaridagi haroratdan kelib chiqqan holatda bu hududlardagi jamoat transportida xizmat ko'rsatayotgan tashuvchilarga va buni nazorat qiluvchi transport boshqarmalariga ham ko'rsatma berilgan. Shu harorat bu albatta me'yoriy hujjatlardan olingan yopiq hududda o'tirib ishlanadigan yoki faoliyat ko'rsatiladigan, endi avtobusda aytaylik tikka turib ketadiganlar ham bor, o'tirib ketadigan, avtobus yopiq hudud bo'lganligi uchun shu 27-24 oralig'ida bo'lishi va shundan oshganda konditsioner yoqilishi belgilanganligini tushuntirib ko'rsatma berilgan. Albatta endi buni nazorat qilish yo'lovchilarimiz tomonidan ham, haydovchilarning o'zi tomonidan ham. Lekin mana men ham jamoat transportidan har kuni foydalanaman, eng kami 2 marta yoki undan ham ko'proq foydalanaman. Yo'lovchilarimizdan so'ragan bo'lardim, Toshshahar transport, Toshkent shahridagi avtobuslarda aksariyatidagi monitorda haroratni ham ko'rsatib turadigan belgi bor. Bekat nomi, boshqasi bilan e'tibor berishsa ko'rinib turibdi. Shu aytaylik 28, 30 yoki undan oshib ketsa va konditsioner yoqilmagan bo'lsa, haydovchiga aytsa albatta yoqiq holatda yuribdi. Endi hozir masalan yoz bo'ldi, albatta yoqish kerak degan narsa yo'q. Chunki aytayapman, 5 dan boshlangan yo'nalishda 5 da soat 7 largacha salqin bo'ladi, hojati yo'q. Chunki bu ortiqcha energiya boshqaga olib keladi. Biz transport vositalari haqida gap ketganimizda asosan avtobuslar haqida gaplashyapmiz, lekin juda ham qulay bo'lgan transport vositasi bor, bu metro. Metrolardan foydalanish juda ham qulay va u yerdagi, bilasizmi, hattoki hidini hidlagani ham odamlar tushadi-da. U yerdagi musaffolik bir boshqacha kayfiyat taqdim etadi. Hammamizni yoshlikdagi xotiralarimiz aynan metro bilan bog'liq desam mubolag'a bo'lmaydi, to'g'rimi? Metrodagi islohotlar, bu sohadagi o'sha amalga oshirilayotgan ishlar haqida va sizni tizimda ham muammolar bormi, shular haqida ma'lumot bersangiz marhamat. Toshkent metropoliteni 1977-yilda ochilgan bo'lsa, mana 48 yil o'tibdi. Dastlabki 40 yil mobaynida Toshkent metropoliteni bekatlarining soni 29 dan tashkil qilgan, umumiy uzunligi esa 38 kilometrni tashkil qilgan. So'nggi yillardagi bunyodkorlik ishlari davomida, ya'ni 6 yil davomida oladigan bo'lsak, yana qo'shimcha 21 ta bekat qurilib, qo'shimcha 33 kilometr ham qo'shildi. Buning natijasida metropolitenning umumiy uzunligi 71 kilometrdan oshdi va hozirgi kunda bekatlarning soni 50 tani tashkil qilmoqda. Tasavvur qiling, Yunusoboddagi yo'lovchi bemalol Qo'yliqqa, Sergeliga bemalol 1700 so'm yoki QR kodli yo'l chiptasini orqali 3000 so'mga yetib olishi mumkin. Bu juda ham shahar aholisi uchun qulay transport vositasidan biri hisoblanadi. Bundan tashqari hozirgi vaqtda tig'iz vaqtlarda oraliq vaqt intervallari ham anchagina qisqardi. Jumladan o'sha Chilonzor yo'nalishida 1,5 daqiqani tashkil qilmoqda, O'zbekiston yo'nalishida 3 daqiqa, Yunusobod yo'nalishida 4 va O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligi yerusti halqa yo'li yo'nalishida esa 9 daqiqani tashkil qilmoqda. Bundan tashqari o'sha intervallarni qisqarishiga sabab so'nggi yillarda xarid qilingan poyezdlar ham buni ichiga kiradi. 2021-yilgacha Toshkent metropolitenida 36 ta dona poyezd harakatlangan bo'lsa, so'nggi yillardagi qo'shimcha xarid qilingan poyezdlar natijasida hozirgi vaqtda 75 tadan ortiqni tashkil qilmoqda. Yana aytishimiz mumkinki, yo'lovchilar soni ham yillar kesimida anchagina o'sib bormoqda. 2021-yilda bir kunlik yo'lovchining soni 280-300 mingni tashkil qilgan bo'lsa, 2024-yilda 950-980 mingni va hozirgi kunga kelib 1 milliondan ortiq yo'lovchiga Toshkent metropoliteni xizmat ko'rsatmoqda. Shuning natijasida yo'lovchilarga yanada qulayliklar yaratish maqsadida Toshkent metropolitenida ham bir qancha islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan o'sha mana 48 yil bo'lgan bo'lsa, o'sha eskalatorlar anchagina eskirib qolgan, texnik jihatdan eskirgan o'sha yer ostidagi bekatlardagi eskalatorlarni yangisiga almashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda o'sha Xalqlar do'stligi, Novza, Mustaqillik maydoni, Hamid Olimjon bekatlarida eskalatorlar almashtirildi.
va buning natijasida o'sha elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoj ham anchagina kamaydi. U yo'lovchi harakati vaqtidagina ishlaydi. Yo'lovchi harakatlamagan vaqtda avtomatik tarzda o'chiriladi. Bu elektr energiyasini anchagina tejaydi. Bundan tashqari o'sha yer usti bekatlarda, so'nggi yillarda qurilgan yer usti bekatlarda esa liftlar 19 ta bekat bo'lsa, 20 ta lift yo'lovchilarga xizmat ko'rsatmoqda. O'sha nogironligi mavjud bo'lgan homilador, yosh bolali, yosh keksa fuqarolar bemalol liftlardan foydalanish imkoniyatiga egalar. Bundan tashqari o'sha endi 48 yil bo'lgan bo'lsa, o'sha 48 yil oldin nogironligi mavjud yo'lovchilarga yer osti bekatlarida harakatlanish uchun biror qulaylik yaratilmagan, ya'ni ko'zda tutilmagan. Hozirgi vaqtda bunga yechim qilish maqsadida bekatlarda elektron ko'targichlar, agar o'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz, Xalqlar do'stligi metro bekatida test rejimida ushbu qurilma yo'lga qo'yildi va yil yakuniga qadar 16 ta bekatda agar o'zini oqlasa, ushbu qurilma o'rnatilishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari ona va bola xonalari ham bosqichma-bosqich tarzda bekatlarda barpo etilib kelinmoqda. Muammolar qanday? Sizni nima xafa qiladi? Chunki u yerdagi sifat va ko'rsatkichlar aholiga, iste'molchilarga juda ham chiroyli taklif etiladi-da, taqdim etiladi. Muammolar yo'q, chunki sizlarda haydovchilar bilan yo'lovchilarni suhbatlashish jarayoni mumkin emas, gaplasha olmaymiz va u yerdagi sifat, tezkorlik har doim hammani xursand qiladi. Lekin haqiqatda so'nggi paytlarda iste'molchilarni ko'p foydalanayotganiga o'zimiz ham guvohmiz. Odam juda ham ko'payib ketgan foydalanuvchilar, yo'lovchilar. Yo'lovchilarning madaniyati qay darajada metrodan foydalanayotganda sizni xafa qiladigan hech qanaqa joyi yo'q? Aytishimiz mumkinki, metropolitenda har bitta buyum nazoratdan o'tkaziladi. Yo'lovchilardan shuni iltimos qilgan bo'lardimki, o'z shaxsiy buyumlariga e'tiborli bo'lishlarini, qo'l yuklari yoki biror bir buyumlarni metro hududida, poyezdda yoki bekatda qoldirib ketmasliklarini, ayniqsa poyezdda. Chunki poyezdda yo'lovchilar tushgandan keyin xodimlar nazoratdan o'tkazadi oxirgi bekatlarda va qandaydir shubhali qo'l yuki aniqlangan bo'lsa, poyezd o'sha yo'nalishdan tashqariga olinadi. Ya'ni o'sha qo'l yukini tekshirish maqsadida shubhali biror bir buyum bormi, maxsus xodimlar tomonidan nazorat qilinadi. Bu oraliq vaqt intervallariga ham bevosita ta'sir qiladi. Bundan tashqari yo'lovchilarni o'sha harakatlanish madaniyatiga to'g'ri rioya qilishlarini, alohida e'tibor berishlarini so'rayman. O'zim ham guvoh bo'laman, chunki poyezddan chiqish, kirish qoidalariga ko'pincha yo'lovchilar amal qilishmaydi. Chiqib ketguncha agar yo'lovchilar kutib tursa, anchagina vaqt tejaladi. Lekin o'sha kutib turgan yo'lovchilar ham o'zini tezroq kirib olish uchun eshikka urishadi-da. Bu o'sha poyezdda ma'lum vaqt bekatda qolib ketishiga, interval yana ham cho'zilib ketishiga sabab bo'ladi. Yo'lovchilar o'zini vaqtini o'zi olib qoladi. Shunaqa vaqtda guvoh bo'lganmanki, eshik yopilgan vaqtda ham kimdir qo'l yukini qo'yib yoki eshikni qayta ochib, poyezd ichiga kirishga harakat qilgan yo'lovchilarga ham ko'zim tushgan. Bu poyezdni yaroqsiz holatga kelishi, o'sha eshikni ham yaroqsiz holatga kelib qolishiga sabab bo'ladi. O'sha poyezd yana depoga borib, eshikni soz holatda yo'nalishga chiqarishiga zamin yaratadi-da. O'shaning uchun vaqt ham ketadi bunga anchagina. Shuning uchun yo'lovchilar metropolitendan foydalanishga ogoh, hushyor va xavfsizlik talablariga to'g'ri rioya qilgan holatda, mana eskalatorlardan ham to'g'ri foydalanishlarini so'rab qolgan bo'lardik. Rahmat kerakli bo'lgan ma'lumotlar uchun. Vaqt rejimi haqida gaplashganda avtobuslardagi o'sha interval oraliqlar haqida ham gaplashmoqchimiz. Necha daqiqani tashkil etishi kerak va yashil transport tizimi haqida ham ma'lumot berishingizni so'raymiz. Marhamat. Har bitta avtobus yo'nalishida o'zining yo'lovchi oqimiga qarab ularning intervallari belgilangan. Hozirda mana Toshkent shahar aholisi soni oshishi hamda har kunlik masalan Toshkent viloyati hududidan, ya'ni aglomeratsiya hududlaridan ham Toshkent shahriga ishga, o'qishga keladigan yo'lovchilar soni ortishi bilan o'sha jamoat transportiga bo'lgan talab yana oshib bormoqda. Hozirdagi o'sha avtobus yo'nalishidagi oraliq intervallari yo'nalish oqimiga qarab taqsimlanadi hamda yo'lovchi oqimi yuqori bo'lgan bizdagi yo'nalishlarga hozirda 200 ta elektrobus olib kelishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu elektrobuslarni birinchi o'rinda o'sha yo'lovchi oqimi oshgan, ya'ni oxirgi 1 yil oldin bilan masalan solishtirganda ham yo'nalish oqimi 2 barobar oshgan yo'nalishlarimiz bor. Ushbu yo'nalishlarga taqsimlanishi hozir belgilangan. Yashil transport haqida gap ketganda 2023-yilda o'sha olib kelingan 1000 ta avtobuslarimiz ham 700 tasi o'sha siqilgan tabiiy gazda harakatlanuvchi, ya'ni o'sha dizeldan anchagina
atrofga chiqaradigan o'sha zararli moddalari kam bo'lgan yoqilg'i turi hisoblanadi hamda 300 ta elektrobuslar. Elektrobuslarni alohida ta'kidlab o'tish kerak. Elektrobuslar birinchi navbatda 2022-yilda 20 ta elektrobus olib kelindi hamda 1 yil davomida ushbu elektrobuslar O'zbekiston sharoitida ekspluatatsiya qilindi, ya'ni ulardan foydalanildi. Ular o'zini juda ham yaxshi ko'rsatganligi, o'sha boshqa dizel yoki kerak bo'lsa o'sha tabiiy siqilgan tabiiy gazda harakatlanuvchi avtobuslardan ham o'zini juda ham yaxshi ko'rsatganligi uchun mana 1000 ta avtobuslardan 300 tasi ham elektrobus sifatida olib keldi. Mana hozirda yana 2030-yilgacha umumiy hisobda 1200 ta elektrobus olib kelish belgilangan. Bundan tashqari Samarqand shahriga Yevropa tiklanish taraqqiyot banki bilan hamkorlikda birinchi bosqichda 100 ta elektrobus olib kelingan, ikkinchi bosqichda yana 200 ta olib kelib 300 taga yetkazish reja qilingan va qo'shimcha bugungi kunda Namangan shahri va Nukus shahri bilan hamkorlikda loyiha amalga oshirilmoqda. Bu ikkita shaharga ham 100 tadan 200 ta elektrobus olib kelish ko'zda tutilgan. Avtobus va yengil avtomobillar orasida ko'p holatlarda uchrayotgan yo'l transport hodisalari haqida ham so'ramoqchiman. Va bu borada bu jarayonda bevosita avtobus haydovchilarining aybi ko'p ekanligini ham bemalol ayta olaman. Chunki avtobus o'sha harakatlanadigan chizig'idan bu manzilga o'tmoqchi bo'lganlarida yonlaridagi transport vositalariga umuman ahamiyat bermagan holatlarini shaxsan o'zim guvohi bo'lganman. Agarda shunday holatda guvoh bo'lganimizda qayerga murojaat qilsak bo'ladi agar video tasvirga olish imkoni bo'lganida. Va agarda transport hodisasi, yo'l transport hodisasi sodir bo'lsa, shikastlangan avtobusning haqqini haydovchilar to'laydimi yoki davlat tomonidan to'lab beriladimi, ya'ni sug'urtalanadimi? Shular haqida ham ma'lumot bersangiz, marhamat. Ushbu hozirgi o'sha fikringizga sal qo'shilmagan bo'lardim. Bizda mana hozir elektron to'lov o'tganda boya ta'kidlanganidek, yo'l transport hodisalari soni 35% ga qisqargan. Avtobus haydovchilari ko'proq aybdor bo'ladi degan nimaga bizda masalan statistika bo'yicha ham 3 baravarga avtobus haydovchilari emas, yengil avtotransport haydovchilari aybdor bo'lib chiqmoqda. Chunki bizda haydovchilik madaniyatini ham rivojlantirish borasida bu faqatgina avtobus haydovchisini emas, o'zimizdagi boshqa o'sha yengil shaxsiy avtotransport haydovchilarini ham madaniyatini oshirishimiz kerak. Bizda yo'l harakati qoidalarida naselyon punkt deyiladi, ya'ni aholi yashash punktida avtobus bekatga kiruvchi va bekatdan chiquvchi avtobus imtiyozga ega, ya'ni yengil avtotransport haydovchilari avtobus bekatdan harakatlanmoqdami, ularni avtobus o'tkazib yuborish kerak. Agar aholi yashaydigan punktda bo'lmasa, aholi yashaydigan punktda bo'lmasa, ya'ni o'sha misol uchun ikkita Toshkent viloyatidan Angren va masalan Olmaliq o'rtadagi yo'lda u yoqda masalan belgilangan tezlik yoki 80 yoki 100 kilometrni tashkil etadi. Unaqa joyda avtobus haydovchisi chiqish oldidan boshqa transport vositasiga xalaqit bermagan holda o'z yo'nalishini davom ettirish kerak bo'ladi. Toshkent shahrida bu aholi punkti bo'lganligi uchun Toshkent shahrida avtobuslar bekatdan chiqayotganda yo'l harakati qoidalari bilan, qonun bilan belgilangan. Ya'ni bizning haydovchilarimiz avtobusni o'tkazib yuborishga majbur etib belgilangan. Lekin bizdagi juda ham ko'p haydovchilarimiz tomonidan o'sha avtobuslarni qandaydir mensimaslik holatlari kuzatilib turadi. U yengil transportda bir kishi yoki ikkita yo'lovchi bo'lishi mumkin. U avtobusning ichida mana o'ta katta sig'imli avtobusning ichida 180 ta yo'lovchi bor. Hamda qonun bilan belgilangan, ya'ni uni avtobus harakatda imtiyozga ega. Shu fikrga yana javob olish maqsadida hozir mutaxassisga murojaat qilganmiz. Qahramon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qahramon aka, hozir ozgina ziddiyatli vaziyat bo'ldi. Men savol berdim, shu avtobus yo'l transport hodisasini sodir qilganda ko'pincha avtobus haydovchilari aybdor bo'ladilar va ko'pincha shu A nuqtadan B nuqtaga harakatlanayotganda, demak yo'lning boshqa qismiga o'tayotganda juda ham tezkorlik bilan harakat qilib, yengil avtomobillarga yo'l bermaydigan holatlariga o'zimiz guvoh bo'lganmiz degan fikrni aytayapman va mutaxassislar bu yerda yo'q, unday emas deya inkorlarni aytishyapti. Siz hozir qaysi tarafga fikrlarni bildirgan bo'lardingiz? Ko'chaga chiqadigan har bir haydovchi, xoh u jamoat transportini boshqaradigan, xoh u yengil mashina boshqaradigan haydovchi bo'lsin, unaqa bo'ladi. Chiqmaydi, avvalambor haydovchi o'zini asrash kerak. To'g'ri. Haydovchi ichidagi inson, yo'lovchilarga ham javobgar hisoblanadi. Xavfsizlik amarni taqib, hujjatlarini tekshirib, transport vositasining holatini ko'rib,
keyin chiqish kerak har bir haydovchi. Shoshish kerak emas. Yo'l transport nimadan bo'ladi? Birinchi navbatda bizda haydovchini shoshdan nimadirga shoshishi mumkin haydovchi o'qishga, ishga. Haydovchi shoshgandan keyin nima qiladi? Qoida buzadi. Qarama-qarshi yo'lga chiqadi. Svetofor qizil chiroq rioya qilmaydi yoki boshqa bir qo'pol qoida buzadi. Shu oqibatda yo'l transport sodir bo'lishi mumkin. Shuning uchun bizning maslahatimiz, bizning tavsiyamiz faqat haydovchilarga o'zini hayotini xavf ostiga qo'ymasdan, o'zgalarning hayotini xavf ostiga qo'ymasdan, shoshmasdan shu manzilga borish kerak. Chunki o'sha manzilda haydovchini yaqinlari kuzatgan inson chiqarish kerak emas. Hozirgi kunda Toshkent shahar hududidagi barcha ya'ni avtobuslar nazoratga olingan ertalab soat 00 dan boshlab jamoat transportlar yo'nalishga chiqishdan oldin ularga biriktirilgan yo'l harakati xavfsizligini mas'ul xodimlari bor. Ular bilan har bir haydovchi bilan individual gaplashishadi. Har bir avtobusni texnik holat tekshirishadi. Toshshahar trans xizmatida avtobuslarda xavfsizlik ta'minlangan deb ayta olaman. Buni chunki u reysga liniyaga chiqishdan oldin albatta tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi, reys oldi yo'riqnomasi beriladi va hokazo. Va yo'llar to'g'risida harakat xavfsizligi xizmati juda ham yaxshi ishlaydi. Men doim bu xizmatni boshqa tashuvchi korxonalarga misol qilib ko'rsata olaman. Endi masalani boshqa tomoni bor. Ikkinchi tomoni bu Toshkent shahrida yengil avtomobillarda taksi xizmatini ko'rsatadigan xususiy korxona bor. Ana shu masalada men doim statistik ma'lumot qidiraman va shu jabhada harakat xavfsizligini ta'minlashi chorasini ko'rish kerak deb o'ylayman. Sababi u haydovchi faqat ish vaqtini chegaralab beradi va yo'lovchi taqdim etadi, xizmat taqdim etadi. Uni bir kun oldin qayerda bo'lgan, sog'lig'i qanaqa, hech qanday ma'lumotsiz u xizmat ko'rsatishga tayyor turadi haydovchi. Bitta bizda Toshkent shahri uchun meni o'ylantirayotgan tashishda xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha o'ylantirayotgan tomoni o'sha yengil avtomobillarda xizmat ko'rsatuvchi toifa bilan alohida bir mexanizm yaratishimiz kerak. To'g'rimi? Tizim U yaratish. elektron tizimidan foydalanish bunda juda ham qo'l keladi. Mana bu tizim bizga yordam bersa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Jamoat transport vositalarini tahlil qilish, keyin nazorat qilish bo'yicha transport vazirligi, keyin raqam texnologiya vazirligi bilan birgalikda bir qancha axborot tizimlar ishlab chiqildi. Xususan hozir kelib o'sha Uzinfocom yagona integrator tomonidan PalmID platformasi hozir kelib 50 ta metro bekatlariga to'liq ishga tushirildi. Bu platformaning asosiy maqsadi o'sha fuqarolarga erkinlik yaratish maqsadida bilagi orqali to'lov qilish. Shu yo'lga qo'yildi. Misol uchun fuqaroda har xil vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Masalan, kartasi bo'lmagan holda bir marta ro'yxatdan o'tish orqali qo'llab kelish imkoniyatlari yaratildi. Rahmat. Endi hozir ko'pchilikni qiziqtirgan bir savolni bermoqchiman. Elektron to'lov tizimiga o'tgandan keyin bevosita konduktorlar ish faoliyati cheklandi-da. Ularni keyingi taqdiri nima bo'ldi? U insonlar ish bilan ta'minlandilarmi? Elektron tizimga o'tilgandan keyin mana shu chiptachilarning taqdiri biroz hammamizni o'ylantirdi. Ular 2-3 oy oldin ogohlantirildi. Iloji boricha mana shu Toshshahar trans xizmat tasarrufidagi avtobus saroylarida bo'sh o'rinlar bo'lsa joylashtirildi. Qolganlari mana shu to'lov to'lanib, ularga boshqa ish topish nimasi tavsiyasi berildi. Hozirgi paytda mana shu Toshkent shahrida yana jamoat transportini jozibadorligini oshirish maqsadida ayollarimizni du toifaga o'qitish bo'yicha katta ishlar amalga oshirilyapti. Mana 50 ta ayolimizni o'qitish uchun sa'y-harakatlar boshlangan, e'lonlar berilgan. Jamoat transportida ishlash bo'yicha hozircha 2 ta ayolimiz ishlayapti. Mana shularni tajribasidan kelib chiqib, mana shu narsalar yo'lga qo'yilgan. Men nima demoqchiman? Mana shu chiptachilarimizning ko'pchiligi avtobus haydash uchun mana shu imtihonlarga kelyaptilar. Endi qo'ldan kelgancha ularni Toshshahar trans xizmat aksiyadorlik jamiyatiga bo'sh o'rinlarga qabul qilish nimalari ishlari amalga oshirilyapti. Yana boya aytib o'tildi, jamoat transportlari aybdormi yoki
shaxsiy mashinalarmi degan savolga bir o'zim shaxsiy fikrimni bildirmoqchi edim. Mana bekatlarda ko'ramiz, bekatlarda ko'pincha avtobuslar kelib to'xtash joylarida shaxsiy mashinalarni qo'yib ketilishi, mana shu bekatlardagi masalan suv olishuvchi yoki boshqa mahsulotlarni xarid qilish uchun ancha-muncha qolib ketadilar. Masalan, meni o'zim ham jamoat transportidan ko'p foydalanamanda, meni o'zimni asabim chidamaydi shunga. Nahotki shu yerda haydovchi bo'lmasam ham, nahotki shu jamoat transportida nechta odam ishga boryapti, o'qishga boryapti, ular bemalol kirib chiqadi yoki mana shu bekatlarda turib o'zlarining mijozlari bilan bemalol kelishuv nimasini ham o'tkazadilar. Bu mana shu jamoat transportini boshqarayotgan haydovchini vaqtiga ham yomon ta'sir qiladi. Endi yo'laklar deymiz, har doim Toshkent shahridagi mana shu yo'laklar chizilishi mumkin bo'lgan infratuzilmasi to'g'ri keladigan yo'laklarga chizildi. Bekatlar bu asosan avtobuslarning yurishi uchun. Lekin bir e'tibor berib qaragan bo'lsangizlar, mana shu yo'lakchalarga ham shaxsiy mashinalarni qo'yib ketish holatlari bo'ladi. Boya siz ta'kidlab o'tib ketdingiz, ko'pincha jamoat transportida mana shunday holatlar, qo'polliklar bo'ladi deyapsiz. Ular majbur bo'lyapti, chunki bekatlarda qolib ketishyapti. Mana shu shaxsiy mashinalar ularga xalaqit qilyapti. Lekin jamoat transportini mana shu shaharda yurish nimasi tezligi chegaralangan. Undan oshig'ida ular yura olmaydilar. Mana shu jihatlarga ham e'tibor berishimiz kerak va shaxsiy mashinasi bor, mana shu taksi qiladigan haydovchilarimizga, fuqarolarimizga jamoat transportlarini hurmat qilgan holda, ularni yo'liga chiqmasdan, ularga xalaqit qilmasdan o'zlarining xizmatlarini o'z o'rnida foydalanishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Bu borada menimcha barcha haydovchilarni, yengil transport vositasi haydovchilarini hushyorligi oshgan, chunki jarimalar katta miqdorda keladi va u yo'lakdan hozir harakatlanishmayapti va u yerda to'xtashmayapti ham. Chunki jarima bor joyda har doim haydovchilar ehtiyotkor bo'lib munosabatda bo'ladilar va bu jarayonda haqiqatda hamma haydovchilar va yo'lovchilar, umuman olganda yo'l transporti hodisasi ishtirokchilarini hammasi yo'lovchi bo'lib chiqqanlar ham albatta qonun qoidalariga rioya etgan holda xavfsizlikni ta'minlasalar, shu yo'llarda uchraydigan har xil dilxiraliklar, kayfiyat tushishiga ta'sir qilmasdi. Chunki bitta kayfiyati yo'q inson agar avtobus haydab ketayotgan bo'lsa, bu hammani kayfiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Boya ayol haydovchilar haqida gapirdingiz. Mana shu vaziyatga biz ham guvoh bo'lganimizda, to'g'risini aytaman, kayfiyatimiz ko'tarildi. Boshqacha qabul qilinar ekan, boshqacha qaralar ekanda bu jarayonga. Bizda lavhamiz bor, ko'ramiz va davom etamiz. Marhamat. Hozirgi kunda Yunusobod tumanidagi 8-avtobus saroyida haydovchi vazifasida ishlab kelaman. 67-yo'nalishda elektrobus haydovchisiman. To'g'risini aytsam, 2006-yildan beri mana shu rulda yuraman-da. Men bu kasbni yaxshi ko'rganim uchunmi bilmadim. Toliqsam-da, charchasam-da ko'pincha bo'ladi. Bir xil vaqtlar yo'lovchilar xafa qilishadi, bir xil vaqtlari ish joyimdan xafa qilishadi. Lekin shu narsalar bo'lsa-da, men tashlab ketish xayolimda yoki bo'ldi yig'ishtiraman deyish xayolimdan o'tmagan. Men oilam tarafdan lekin bu kasbni davom ettirishda yoki boshlashimda hech qanaqa to'siqlar bo'lmagan. Yaxshi ko'raman men. Mana shu rulda yurishni yaxshi ko'raman. Har bitta narsani rulda haydab ko'rishni yaxshi ko'raman. Hammamizga boshqacha atmosfera olib kirdi bugun auditoriyaga. Qarang, milliy liboslarda, milliy zebi-gardonlarda go'zal holatda avtobus boshqarib ketyaptilar. Menimcha ayol haydovchilarga bo'lgan munosabat ham xalqimiz tomonidan boshqacha bo'lsa kerak. Suhbatga kelayotgan ayollarimizga nima qo'yilgan oldiga, masalan, 3 yil stajga ega bo'lish kerak, shaxsiy mashinasi bor bo'lish kerak, o'zini nomida GAIdan o'tgan bo'lish kerak, o'zini talablari bor. Agar mana shu ish staji yetmagan ayollarimiz shunaqa bir ko'zlariga yosh olib, men jamoat transport avtobus boshqarish niyat qilib keluvdim. Demak, 1 yil yana kutar ekanman-da deb juda ham talab kuchli. Men shunaqa bir xursand bo'lib ketdim. O'zbek ayollarini shu darajadagi bir shijoatidan qoyil qolganman. Ularni har bittasi bilan sidqi dildan suhbat qilib, ularni mana shu toifalarga bo'lganmiz. Ancha mana shu e'lonlar orqali ayollarimiz keldi. Shulardan hozir 50 ga yaqini mana shu o'qitish jarayonini boshlash arafasida turibdi. O'ylaymanki, mana shu jamoat transportida bundan buyog'iga go'zal o'zbek ayollarini rulda ko'rasizlar. Albatta buni kutamiz. Marhamat. Metropoliten sohasida ham bu kabi o'zgarishlar mavjud. Ya'ni ayol mashinistlar
Hozirgi kunda 16 nafar ayol qizlarni mashinistlikka tayyorlov kurslari amalga oshirildi 1 yil davomida. Hozirgi vaqtda ular imtihondan o'tish jarayonida ular. Imtihondan muvaffaqiyatli o'tganlaridan so'ng ular 5-6 oy davomida mashinist yordamchisi sifatida mashinist bilan birgalikda o'sha mashinist kabinasida harakatlanishadi va undan keyingi bosqichdagi imtihondan o'tgandan so'ng bemalol mashinist sifatida yo'nalishlarga chiqish mumkin. Ma'lumot o'rnida aytishimiz mumkinki, MDH davlatlari orasida O'zbekiston agar ayol mashinistlar paydo bo'lishi bilan ikkinchi davlatga aylanadi. Albatta, bu borada hamma imtihondan o'tadigan ayol mashinistlarimizga omad tilaymiz. Haqiqatdan ayol haydovchilarga bo'lgan munosabat va hurmat baribir boshqacha bo'ladi. Yo'llarda ayol haydovchilarga nisbatan erkaklarni hurmat qilayotganlarini, kerak bo'lsa ularni avtomashinani boshqarishdagi jarayonlarda yo'l-yo'lakay o'rgatib ketayotganlarini ham o'zimiz guvohi bo'lganmiz. Bu borada barcha erkaklarga alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Haqiqatda bu tizim yillar davomida hali yana rivojlanadigan tizim. Yillar davomida muammolari ham bo'ladi. Yangiliklari ham bo'ladigan tizim va bu degani bu mavzuga hali qaytamiz. Shuning bilan Minbar tok shousining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi, qadrli teletomoshabinlar. Yana yangi mavzularda Minbarda uchrashguncha omon bo'ling.